Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz mana shu Simental Greenfordlar kelgan ekan. Shu haqida bo'ladi. Bugungi sanamiz 17-iyun, haftaning seshanba kuni 2025-yil. Manzilimizni aytib o'taylik. Manzilimiz Samarqand viloyat Bulung'ur tumani Kaftarxona mahallasi. Bulung'ur tumani Kaftarxona mahallasi. Shu Oqtepaning yo'liga buyog'ini lokasiyasini tashlab beradi inshaalloh, telefon qilsangiz. Aziz do'stlar, bizning kanalimizga yangi bo'lsangiz, o'ng tarafingizga qizil podpisasiya tugmachasi bor. O'shani bir martagina bossangiz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni mana shunaqa foydali videolar birinchilardan sizlarga yetib boradi. Albatta, esingizdan chiqmasin, like-ni bosasizlar. Videomiz keng ommaga tarqalishi uchun like bosasizlar. Fikringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Aziz do'stlar, bir qator ko'rsatamiz. Bizning Telegram gruppamiz bor. Telegramga lotin harfiga chorvadorlar yozsangiz chiqadi. Kirib obuna bo'lib qo'yasizlar. Ko'p obunachilar so'ragan edi, Simental chiqaring aka. Simental maydarog'i chiqaring deganda, mana simentallarimiz ham kelgan. Mana bu hozir 3tasi simental, 3tasi simental ekan, ikkitasi Greenford ekan. Jami 5 bosh molimiz sotiladi. Ular necha oylik? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 7 oylik simentallar 5-6 oylik. Ha, bular 5-6 oylik. Bular 1 oy kattaroq, sal kattaroq bularga qaraganda. Mashalloh. Bular qayerdan kelgan? Bular Rossiyadan kelgan. Rossiyaga? Ha, bular chista Rossiya. Rossiyadan keltirilgan mana bu simentallar, mana orqa kengliklarini ko'ryapsizlarmi? 5 oylik, 6 oylik buzoqlar. Bitta o'rtadagisiga ozgina shoxchasi bor, 1-2 sm chiqqan. Qolgani bari nima emas. Terida turibdi, o'ynayapti. Ha, o'ynaydi-da. Bularning shoxi bunday katta bo'lmaydi, o'ynab turadi. Qolgan bari to'qol. Hozir ichkaridan ham nimalarni ko'rsatamiz inshaalloh. Aziz do'stlar, hozir u tarafdan quyosh bo'lgani uchun bu tarafdan olyapmiz. Sal videomizga xato kamchilik bo'lsa, uzr so'rab qolamiz mana. Mana bu ikkitasi Greenford, mana bu 3tasi Simental. Elio, bularni yeyishi, ichishi, privkasi, ukollari bo'lganmi bu? Qanday? Hammasi bo'lgan, olmaga. Privkasi bo'lgan. Kasalligi yo'q bular. Sog'lom, ha? Ha, kelgani o'zi katta bo'lgan bu mollarda. Yeyishi qanday yeyishi? Yeyishiga topib bersangiz bo'ldi. Bersangiz bo'ldi. Beda samonni hozir ayni sezonni, mana ikkinchi o'rim ham bo'ldi, samon ham bo'ldi. Hali endi beda arpa press bor, silos bor. Arpa, silos beryapsiz. Shuni yeyapti. Bir qism yem yemaydi bular. Lekin olib borgandan keyin ozgina kepak, yemchi tayyorlab bersam, samon bilan bir mahal bo'laveradi-da. Silos donli olmaga. Silos. Ana bu arpa press qildirganmi, u ham donli. Donli bilan turibdi. Ana shuni o'zi yem bularga. Bu yerlarga asosan mana arpa, silos ham donli, arpa ham press qilingan, doni bilan press qilingan. Bular o'zi yemda, yem tayyor yem. Ana shuni beryapti. Endi kimdir uyiga olib borgandan keyin, misol uchun samon borda, bir xil odam faqat samon bilan boqadi-da, u yaxshi o'zgarmaydi. Shuning uchun uni ham aytib o'tishimiz kerak. Buni olib borgandan keyin agar samoningiz bo'lsa, ustiga kepak, yarim kilo bug'doy yarmasi yo arpa yarmasini tashlasangiz, yesa yem bo'ladi-da. Inshaalloh kuniga o'zgarib ketaveradi. Ularni endi bo'ylari shu 1 metr 1-10 santimetrgacha, shundaymi? Ha, ziyodroq, endi pastroq aytaylik. 1.20lar chiqib qoladi. Bundayda. Ular 1.10 chiqadi. Lekin haqiqatan orqa kenglari keng. Haqiqatan semischa mollarda sutdan to'ygan ekan, ha? Mashalloh. Ko'ryapsizlarmi? Azizlar, maydasi so'raganga mana maydasi kelmayotgan edi-da, gapni to'g'risi. Hozir mana maydasini 5 ta olib kelgan ekan. Shularni nima qilamiz deyapti. Endi obunachilarni ko'p kutirib qo'ymaylik. Asosiy variantga o'taylik. Narxi, eng asosiy narxida. Ularning narxini nech bilan qilib beramiz? Donalab sotiladi-ya? Ha, donaga. Xohlasa bittasini olsin. Xohlasa ikkitasini, xohlasa hammasini bir joyga. Farqi yo'q. Donaga ham, optimga ham sotiladi aka. Endi donaga ayting, mana bu simentallarni, keyin Greenfordni, keyin optimga aytamiz inshaalloh. Donaga simentallar olim aka
20 million 200 mingdan. 200 ni olib tayinlang-da. 200 kelishamiz olim aka u. Xayri bor, shundaymi? Xayri bor aka. Xayriga o'tib beramiz. Kelsak 5 oyni bitta joyga olamiz deganga dastavkasini kelishamiz aka. Ha, kelishilgan holatda qilib beramiz. Masofa yaqin bo'lsa o'zimdan. Agar uzoqroq bo'lsa aka u kelishamiz dastavkasini. Mana azizlar, tumi kalta o'zgarib ketadigan mollarda haqiqatan chetdan kelgan mana bunaqa birka uradi-da. Biz ham olib keldik. Mana bunaqa har bittasiga birka uradi-da. Mana bitta fermaning birkasi mana shunaqada 8 ekan. Ana shu birkani urgandan keyin adashib qolmaydi yo boshqa nima bo'lmaydi. Haqiqatan mollar sog'lom. Ular 20 million 200 deyapsiz. Bu Greenfordchi? Greenfordlar bularga qaraganda ozroq bo'yi ham baland. Ham Greenfordni ham tozasi aka bular 21 dan buni ham xayri bor. Hammasini bir joyga ayting endi. 21 dan emas, 20 dan bo'ladimi? Bu Greenford. Op shuba yo ikkalasini? Ikkala. Misol uchun 3 ta sementalni bitta odam olib qo'ydi. Misolda. Endi bu bitta odam mana ikkita Greenfordni olaman desa. 20 dan bo'ladimi? Aka hangama qilamiz. Ustida hangama qilamiz aka. Kelsa, molni ko'rsa, mol yo'qsa, ustiga hangoma qilamiz deyapti. Endi bular zotda, misol uchun bir xil odam boqmagan bu zotni aytayaptiki 20 millionga 200 kilo yoki 180 kilolik mesni mol olaman deydi-da. Ular endi zoti ham borda, xohlasa zotga, xohlasa boqib bo'lsa, endi 400 kilo endi nima o'zgarib ketaveradi-da bular. Aka men o'zim boqdim. Bulardan 3 oy boqdim, yo'q. Yemga tayyorim. Ha, kattarog'ini. 3 oy boqdim. Molni sotgim kelmadi aka. Shunday. O'zim boqdim, boyagi molni nimasini o'zgarishini, olishini ko'rib sotgim kelmadi. Shunday. Lekin sotdim majbur. Yana yem yemay qo'ydim u. 3 oyda tayyor bo'ldi, 3 oyda. Ha, ular haqiqatan mana odam boqaman desa bor-ku, misol ikkita mesni emas, bitta Greenford boqsa yoki bitta semental boqsa, kuniga o'zgarib ketadigan mazza qiladi-da. Haqiqatan. Birontasini ochamizmi? Bitta obunachilarga ko'rsataylik. U hammasi ha, bitta ikkita bunday ochib nima qilaylik? Endi bunday bog'lab qo'yganmiz-ku, shuning uchun obunachilar nima qilmasin? Mana hozir bittasini, ikkitasini yechib aylantirib ko'rsatamiz. Oyoqlari hammasi butun-a? Butun, olim aka. En asosiysi zoti toza, sog'ligi yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ana shu asosiysi shu. Molda aybi bo'lsa, kasal bo'lsa, aka bu kerak emas. Molda hech qanday oyog'ida kasalligi yo'q. En shoxchasi nimasini oldik-da mana. Haqiqatan oldi, to'shlarni ko'ryapsizlarmi? Bu nima emas, bu shox. Qimirlaydi-da. Ha, qimirlayapti. Mashalloh. Mana kecha hech qanaqa kasallik yo'q oyog'ida. Mana sal bo'sh ketsangiz aka sudrab ham ketadi. Ha, odamni haqiqatan oyoqlari tikka, bunaqa nima emas. Zoti toza, en asosiy zoti toza. Kecha bir joyga Urgutga anguslarni olgan ekanda vodiydan. Dekabr oyiga olgan ekan 15 milliondan. Kecha 300 milliondan aytayapti-da, 31 dedi, 300 millionga aytayapti. Mana dekabr bo'lsa, dekabrning oxirlariga olganda yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun 6 oyga. 6 oyga 15, birga birda. Birga bir aka shunday. O men ishonmadim. Yarim yilda birga bir tashlab. Yo'q, hali bu oy oxiriga kelmagan, hay mayli dedim, 6 oy bo'lgan. Yana uning ustiga borku, ularga yem bermagan. Mana shunaqa o'tga boqqan. 31 dedi, 30 ga beraman dedi-da, bitta shoxchaligini, qolganini yem beraman deyapti-da. Shuning uchun aziz do'stlar, buni hozir ozgina narxi qimmat bo'lishi mumkin. Mesniga qaraganda, misol mesni shu 13 million, 14 millionga misol mesni ariqroqni olgandan ko'ra, ular haqiqatan zoti toza. Yana kelishadigan joyi bor bular. Yana bitta mana unisini oching, mana maydasini, bitta maydasini ko'raylik. Do'stlar, endi mana bu hozir bular chetdan kelyapti, shuning uchun narxi ozgina baland. Fevral oyiga biza 12-13 millionga. Birinchisini oching. 12 million, 13 million sotdik. O'sha ham qimmatli qilayotgan edi-da odamlarga. Odamlar o'shanga oldi.
O'sha olganlar bor-ku, ko'p olmabman deyapti-da. Foydalandi aka, shu bitta molga foydalangan odam Yana qidirib, afsus qildi, lekin bekor bitta olgan ekanman, 2-3 ta olgan ekanman deb. ana shunda. Bitta aylantiring-da. Oyoqlarning qalingligini qara. Mol buni hech qanaqa molda. Semental bu. Bu semental. Semental. Mana azizlar. Yeshi yaxshi. Yeshi ichishi sog'lom. Mana. Haqiqatan. Buni qo'raga bunday bog'lamasdan bitta mana bu qo'racha qilib qo'yib yuborsam bo'ladi-ya. Ha, qo'ra qilib qo'yib yuborsa bo'ladi, lekin bu yerga bog'ga baylaganda soyaga. Havoning issiqligini qarang. Ha, bu mana bu dalaga olib chiqishga arqon qilinganda. Ha, Shuning uchun. Ha, bog'lang. bularni bog'lab boqibman hali. Maşallah. Endi bunisini ham oching. Bunisi ham nima bo'lmasin? Ko'ngli qolmasin. Mana 3-sementalchamiz. Birinchi shoxchalik, ikkinchi sal rangi qizilroq, uchinchisi mana bu. Mana aka, holda hech qanaqa muhim yo'q. Onlayn savdo bormi? Onlayn bor? Farqi yo'q, ha? Farqi yo'q aka. Telefon qilib nima qilsa, birinchidan kelib ustiga ko'rsin, keyin katta ko'rganga nima onlayn savdoda keyin borgandan keyin mol unaqa ekan, bunaqa ekan degan gap so'z kerak emas. Kelsin o'z ko'zi bilan ko'rsin molni. Shunda. Ishonsin molni qanaqa. Azizlar, bundayda hozir ko'p obunachilar bizlarga aytayaptiki, Vodiyga arzon ekan, Farg'onaga arzon ekan deyapti-da. Borib kelsin shular. Ha, kecha bitta do'stim, Dilmurod degan do'stim, bozor olamidan qo'y zakaz qilgan 2 milliondan. 2 million 300 dan ko'rsatgan bir 50 ta qo'yni, ustiga bir berkasi bor, yozgan ekan. Ikkita zakaz qilgan, olib kelgan, videosini olib tashlab beraman, dedi-da menga. Olib kelgan. Mana shunday bor-ku, 1 oylik qo'zichani olib kelib berganda. Endi olib kelgandan keyin hech nima qila olmaydi-da. Shunday. Shuning uchun aytayaptiki, aka debdi, kecha bittasi yana o'tdi dedik. O'ldi deyapti-da. Uni ustiga bor-ku, uni yaxshi niyatga boqaman, ana qurbonlik qilaman deb may oyiga nima qilgan ekanda. Haqiqatan ham eng asosiysi kelib ustiga ko'rsin. Keyin mayda ekan, katta ekan bo'lmasin, ha. Keyin boyagida afsus qilmaydi o'ziga. Mana o'tga bog'lab, o'tni yedirib ko'rsin-da, ertaga olib borgandan keyin mana oddiy quruq samonni yeyapti-da mana. Hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'p mana shunaqa nima bo'lyapti-da. U yerga olib, ha. Bu yana atxot-da, shundaymi? Shunday. Atxot. Qorni qanday chiqqanini qara. Yana ana arpaning nimasini pres qilganini yeyapti-da. Necha bo'ldi? Abetga qorni to'q tumolar. Yemagan mol qorni unday turmaydi hozir. Bundayda eng asosiysi keyin olib borgandan keyin yemayapti, boshqa nima qilyapti bo'lmasin. Shuni har bitta videoga aytib o'tayapmiz. Bizlar eng asosiysi sog'lom mollarni video qilyapmiz, ishonchli odamlardan. Mana. Molni ko'ryapsizmi? Oddiy o'tni. Ana ustiga yurganda, buni ustiga yurganda odam. Shunday. Oddiy o'tni ham yaxshilab yeydi-da, farqi yo'q. Bular hali olim aka, bular ko'pga chiqmagan. Buni olib o'sha Silis berimi damni Silis, mana bu damni somon ikkalasini yeydi. Bular mana endi ko'kka chiqyapti. Inshaalloh. Bular ikki endi urgandi-da. Shunday. Buni men bir o'zim yetalab nariqa mana bu yerda gektarim bor. Boqishga sharoitim bor olib borib, lekin bir o'zim buni sudrab olib bora olmayman men. Shunday, ya, bular yomon. Endi o'rgatish kerak-da, ozgina o'rgatib. Endi turibdi-da, ushlab turganga. 2 hafta bo'ldi olim aka, bu olib kelgan vaqtda ushlab tura olmasdik orqaga. Arqonni qo'ysangiz uje qotib qolardi-da. Orqaga sudrab beradi ular. Shunday. Endi bitta Greenfordni ham ochasiz endi. Greenfordlardan ko'rsataylik. Obunachilarga mana. Molni ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan mollar sog'lom, zoti toza. Tulla qilyapti mana, yoshlik junni to'kayapti-da. Uje to'kib bo'ldi pashti. Buzoq junni tushyapti endi olim. Buzoq junni tushib, endi o'smirlik davri kelyapti-da inshaalloh. Oyoqlarni ko'ryapsizlarmi? Unisi ham oching. Olim aka, bularda ham Mana. oyog'ida hech qanaqangi muammo yo'q. nuqsoni yo'q. Mana mol. Ular hammasi sog'lom azizlar. Bemalol bu do'stimizga tavsiya qilaman. Mollari sog'lom. Yeyishini ko'rib olasizlar. Sudrab olib ketaveradi. Ha, sutdan to'yganda bular.
Bundayda sentyabr oyi sigirni emayotgan 3 oylik Greenfordcha bor edi. Menga 3 ta. Nimaga? Jizzax zominga sotdim-da. Bitta fermerga sotdim. Sotaman dedi, qaytib o'shani sotib olib keldim. 3 tasini bu yerga 36 millionga berdim. O'zlari labosi bilan olib ketuvdi. Keyin 2 kishi olib keldik o'sha 3 tani. 63 millionga. 6 oyning ichiga-da. U ham borku mana shunaqa dehqonda, yem-pem nima qilmagan. Shu bergan. teng tashlab ketyapti. 6 oyga. Uni videosini mana shu YouTube'ga joylashtirganman. Haqiqatan ham 3 ta ona ismi nima, stumga bog'lab nima qiluvdik, video qiluvdik. Sizning kanalingizga obuna bo'lgandan ma'lumotni har bitta nimangiz chiqargan videongizni ko'rib o'tiraman. Inshaalloh. Bunisi ham oching. Bunisi ham oching. Bu lekin hali topganga yurmaydi. Ozgina nima qilish kerak-da, o'rgatish kerak. Mana. Ana hozir 5-molni yechamiz. 5-mol.